urush savdo aloqalariga, O'zbekistonni boshqa davlatlar bilan bo'ladigan bo'lsa ham savdolarga qanaqa ta'sir qiladi? To'g'ridan to'g'ri savdodan ko'ra bevosita bo'lgan ta'sirlaridan ko'proq keladi. Neftning narxini qimmatlashi to'g'ri inflyatsiyaning narxini qimmatlashiga olib keladi. Yaqin Sharqdagi urush Markaziy Osiyo uchun nimani anglatadi? Ushbu savolga javob olish uchun e'tiborni ko'proq hozirgi jang maydonidagi voqealarga emas, balki mojaroning kengroq mintaqaviy oqibatlariga, xususan savdo yo'llari, strategik aloqalar va Markaziy Osiyoning katta davlatlar bilan rishtalariga qaratgan yaxshiroq. Ekspertlarga ko'ra, urushning hamma qo'rqayotgan mintaqaga to'g'ridan to'g'ri ta'siri kamroq. Bu yerda eng muhim savol Erondagi urushning bizga nima zarari bor emas, ushbu urush Eron, Rossiya, Xitoy, Afg'oniston va Pokiston o'rtasidagi munosabatlarni qanday o'zgartiradi va bu o'zgarishlar keyin Markaziy Osiyoga qanday aks-sado beradi? Mana shu muhimroq. Geosiyosiy tahlilchi, Nightingale aql markazi tadqiqotchisi Eldanis Guseynov fikricha, urushning Markaziy Osiyoga ta'siri 3 asosiy tendensiya bilan bog'lanadi. Eng birinchisi, agar Erondagi tuzum qulamasa va teokratik boshqaruv bu gal ham urushni kechib o'tsa, katta ehtimol bilan Tehron Moskvaga yanada yaqin bo'ladi. Bu esa Rossiyaga Eron va Afg'oniston orqali janubga o'tadigan yo'laklarda kuchliroq rol o'ynashga imkon beradi. Ikkinchi tendensiya, Xitoy Markaziy Osiyoga barqaror qo'shni sifatida ko'proq e'tibor beradi. Katta Osiyo kontekstida ko'riladigan bo'lsa, transport yo'laklariga yetish bo'yicha nisbatan zaif potensialga ega mintaqa o'laroq Pekin Markaziy Osiyoning 5 respublikalariga yanada jiddiyroq ta'sir o'tkazishi mumkin. Va eng katta yomon ta'siri bor. Bu nima deydigan bo'lsa, bu Xitoy bilan bilasiz, biz Xitoy birinchi o'rinda savdo sherigimiz hisoblanadi va Xitoyning neft ta'minotining 13% Erondan keladi. Bu degani Eronga, ya'ni Xitoyga keladigan har qanaqangi o'sha neftning narxi qimmatlashishi sababidan sanoatning narxlarini qimmatlashligi to'g'ridan to'g'ri O'zbekistonning iqtisodiyotiga bu yoqda ta'sir qiladi. Uchinchisi Afg'oniston bilan bog'liq. Ma'lumki, Pokiston bilan qurolli mojaro va Eron orqali kirishdagi uzilishlar tufayli qiynalgan Afg'oniston endi shimoliy yo'llar orqali Markaziy Osiyo va Rossiya bilan chuqurroq integratsiyaga intilishi mumkin. Uzoq davom etgan bunday qurolli qarama-qarshilik esa Markaziy Osiyoning Hind okeaniga chiqish umidlarini puchga chiqarmagani ham aktual masala. Ozarbayjonlik tahlilchi Guseynov fikricha, geografiya hali ham Markaziy Osiyoga qiyinchilik tug'dirmoqda. Infratuzilma zaifligicha qolyapti. Sanksiyalar